Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi yurtdoshlarimiz, hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana bugun 30-may 2025-yil. Hammalariz diqqat e'tiborlaringizda turibdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridamiz. Nukus shahrida ham hasharimizni boshlaganimizga mana bugun 20 kun bo'ldi. Xudo xolasa 20 kun davomida ishlarimiz natijasi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bu albatta 20 kun davomida bu misli ko'rilmagan natijaga erishdik. Shu maqsadimiz nima? Maqsadimiz muhtaram yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlarida inson qadri. Biz ham bir jamoa bo'lib Nukus shahriga tashrif buyurdik. Maqsadimiz mana shu 3 nafar bolajonlarimizni, otasi yo'q, otasi olamdan o'tgan, Milliy gvardiya saflaridan nafaqaga chiqib, olamdan o'tgan bolajonlarimizni sen yetim emassan shiori ostida kelib, shularni bir uylik qilib qo'yish. Xudo xolasa mana hozir sizlarga qisqa video obzor qilib o'taman. Mana ko'rib turganlaringizda tom bo'ldi. Va tom qismi yon tomoni. Kirish uchun eshik ham qo'yib berdik. Tepaga hashaga nima bir narsasini qo'yadi. Mana oldi tomoni ham mana tom qismlari hamma joy bo'ldi. Shifrlarni urdik. Bu ko'ryapsiz 20 kunga shu darajaga kelganiga to'g'risi ishonmasa ham kerak. Xudo xolasa mana derazalarni ham qurdik. Atkosdan olindi. Nukusdagi istiqomat qilayotgan nafaqaga chiqqan shu harbiy sohadan nafaqaga chiqqan nafaqaxo'r aka-ukalarimizga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hasharlarga faol ishtirok etibdilar. Elektr tizimlari ham hammasi o'rnatildi, tomlar yopildi. Mana bu elektr tizimlarni ham elektriklarimiz kelib shunday ehson orqali kelib tanimasalar ham hammasi ulab berib ketdilar. Manas og'amizga rahmat bu uchun. Shu kishi bosh-qosh bo'lib shularga tushuntirib, shu oila shu yerda 3 nafar bolajonimiz bor, otasi yo'q, ularga noldan uy qurib beramiz deb shularga aytib, shularni olib keldilar. U kishi ham savobga sherik bo'ldilar. Manas og'a rahmat. Mana bu joyimiz hol bo'ladi, kirish joyimiz. Mana bu qumlarni yo'l chiqamiz, stensga bo'lib, pollarni quramiz. Mana bu yoq oshxona bo'ladi. Oshxona jihozlari, gaz, hammasi shu yerga qo'yiladi. Gaz plita ham keldi. Mana bu qilayotgan xayriya ishlarimizni Milliy gvardiya Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Muxtar Bekjanovich qo'llab-quvvatlab, u kishi qo'l ostidagi mutasaddi rahbarlar va barcha mana harbiy xizmatchilar kelib hasharlarda ishtirok etibdilar. Mana gaz plita ham olib kelib berdilar, boshqarma boshlig'ining o'rinbosari. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammasini butun yurt ko'rib o'tiribdi. Shunchalik mana Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar xalq bilan hamnafasligini ko'rib, kuzatib, juda quvonib, iliq taassurotlar bildiryaptilar. Azizlarim, mana bu xonamiz. Bu xonamizni qizimizga qilib beramiz. Bu xonamizni qizimizga. Mana bu mehmonxona. Mehmonxonani ham derazalarini o'rnatdik. Xudo xolasa faqat malyarni ishlari qoldi, patolog, pol qoldi. Mana bu ikkita o'g'liga qilib beramiz bu xonani. Ikkita o'g'liga chiroyli qilib derazasini qurdik buni. Bu xonani ham bu koridordan o'tib ketadi. Bu yoq yechinish kiyinish xonasi. Mana bu hojatxona, bunisi yuvish xonasi qilib beramiz. Xuddi nima deylar uni, kotej qurib beramiz-da, kotej qurib beramiz. Lekin oila juda xursand. Juda bolajonlari ham ichiga sig'may quvonchda, ko'zlarida yosh, dadamni bilan birga xizmat qilgan safdoshlari, keyin mana Mehrdaryo yurtdoshlarimiz, saxovatpesha insonlar juda ko'p. Safimizda shular qo'llab-quvvatlayotganlardan juda xursand. Mana bu xona, mana bu yerni ham yozga o'tiradigan xona qilib berdik. O'tiradilar, mana tepalarini ham shifrlarni tortib, mana oldin tomondan ham bitta borib ko'rsatib, yuqori
oldin tomondan shifrlar, kanyonlargacha hammasi urildi, xudo xolasa. Chiroyli bo'ldi, bitta ko'rsatuvdik. 20 kun davomida bu misli ko'rilmagan natija azizlar. Xudo xolasa, mana Ichki ishlar vazirligi, Nukus shahri MON bo'linmasi komandiri, o'rinbosarlari, shaxsiy tarkibi ham kelib qo'llab-quvvatlab, o'z ehsonlarini yo'naltiryaptilar. Yaqinroq kelaver. Mana Milliy gvardiya, butun tizim, fuqarolar, bilgan, eshitgan odam yordamga oshiq qolibdi.